Odamlarni yoningga kelishga majbur qil. Kerak bo'lsa, o'ziga jalb qiladigan narsa ishlat. Qonunga itoat qilish. 19-asrda jinoyat olamida katta nufuzga ega bo'lgan Daniel Drew birja o'yinlarining ustasi edi. U biror bir aksiyaning sotilishi yoki sotilmasligi, qimmatli qog'oz kursining ko'tarilishi yoki tushishini ta'minlashdek asosiy maqsadga to'g'ri va ochiq-oydin ko'rinib turgan yo'ldan bormasdi. Doimo qandaydir o'ziga xos nayrang qo'llardi. Masalan, Wall Street yonidagi kiborlar klubidan birja tomon shoshib chiqa turib, peshonasi terini artish uchun cho'ntagidan dastro'mol olish uning nayranglaridan biri edi. Shu jarayonda cho'ntagidan qandaydir bir qog'oz yerga tushardi. U go'yo buni sezmasdi. Drew birjaning ichki ahvolidan, aksiyalar kursidan juda yaxshi xabardor deb o'ylab, uning qadamini poylab yurgan odamlar birja prognozini bilish uchun polda yotgan qog'ozga tashlanishardi. Qog'ozdagi yozuv mazmuni tezda hamma yoqqa tarqab, birja o'yinchilari baron Drewga ma'qul va manfaat yetkazadigan ssenariy asosida aksiyalarni xarid qila boshlashgan. Uyg'onish davrining buyuk rassomi va me'mori Filippo Brunelleschi odamlarni yoniga tortish san'atini puxta egallagandi. U Florensiyadagi Santa Maria del Fiore ibodatxonasi gumbazini qurishga buyurtma oladi. Ish boshlanishi bilan shahar xo'jayinlari Brunelleschiga yordamchi sifatida Lorenzo Ghibertini ham yollashadi. Yordamchi tanish-bilishlarni ishga solib ushbu buyurtmaga qo'shilib qolgani va Ghibertining maqsadi mukofot va shon-shuhratning yarmiga ega chiqish ekanini buyuk me'mor tezda payqaydi. Yordamchi ish boshlagan dastlabki kunlarda sirli kasalliklarning xurujiga duchor bo'lgan Brunelleschi betob bo'lib uyda yotib qoladi. U ishni to'xtatib, Ghiberti qurilishni davom ettirishini shahar ma'murlariga bildiradi. Tezda yordamchi Ghiberti hech narsaga yaramasligi ma'lum bo'lib qoladi. Shahar ma'murlari yana Brunelleschi huzuriga kelib, ishni davom ettirishni iltimos qilishadi. U rozi bo'lmaydi va ishni Ghiberti tomonidan yakunlanishini talab qiladi. Va nihoyat shahar ma'murlari gap nimada ekanini tushunib, Ghibertini ishdan bo'shatishadi. Shundan so'ng bir necha kun ichida Brunelleschi mo'jiza yuz bergandek oyoqqa turib ketadi. Unga hech qanday layoqatga ega bo'lmagan yordamchi berishganida darg'azab bo'lib, kimlar bilandir tortishib yurmadi va eng muhimi, o'zini ahmoq qilishlariga ham yo'l qo'ymadi. U odamlarni yoniga kelishga majbur qilish san'atini qo'lladi. Qonunga sharh. Raqibni aldab-suldab yoningizga yaqinlashtirsangiz, u vaziyatni men nazorat qilyapman degan xom xayolga boradi. U siz qaysi ipni tortayotganingizni sezmay ham qoladi. Ko'p narsa o'ziga jalb etuvchi xo'rakning qanchalik mazali ekanligiga bog'liq. Agar tuzoqdagi xo'rak o'ziga nihoyatda tortuvchan bo'lsa, nafs hayajonidan dushmanlaringiz haqiqatni ko'rmay qoladi. Raqiblar nafsi halak otib ochko'z bo'lib borgan sayin, ularni qopqon tomon boshlab borish shunchalik oson bo'ladi. Men qo'ygan xo'rakka kelgan va uni hidlab ko'rayotgan birinchi bug'uga o'q uzmayman. Uning atrofida katta poda to'planishini kutib turaman, deydi Otto von Bismarck. Hokimiyat eshigining kaliti. Tarixda quyidagi bir xil ssenariy necha bor bot-bot takrorlangan. Tajovuzkor hukmdorning keskin choralar ko'rishi dastlab hokimiyatni mustahkamlanishiga olib kelgan. Bunday zulm va zo'ravonlikni avj oldirish kabi islohotlar asta-sekin eng yuqori cho'qqiga chiqqan. Lekin shundan so'ng tajovuzkorlik bilan erishilgan barcha narsalar hukmdorga qarshi ishlay boshlagan. Uning ko'p sonli dushmanlari o'zaro birlashgan. Hukmdor hokimiyatni saqlab qolish ilinjida iztirob bilan to'rt tomonga yelib yugura boshlaydi va oqibatda ko'p kuchini yo'qotadi va nihoyat halokatga uchraydi. Tajovuzkor odam vaziyatni to'liq nazorat qilishga layoqatsiz bo'ladi. Ular ishning oqibatini tasavvur ham qila olmaydi. Yakunda tajovuzkorlik o'z boshiga yetadi. Odamlar sizning imo-ishorangiz bilan harakat qila boshlasalar, siz vaziyatni nazorat qila boshlaysiz.
Vaziyatni o'z nazorati ostiga olgan odam hokimiyatga egalik qiladi. Bunday mavqega ega bo'lishning ikkita sharti bor. Tuyg'ularingizni boshqarishni o'rganib olish va g'azabga erk bermaslik lozim. Odamlarni boshqarish qobiliyati tajovuzning har qanday vositasiga qaraganda kuchli quroldir. Kisavur o'g'rilar bu qoidani to'la-to'kis o'zlashtirib olishgan. Qaysi cho'ntakda hamyon yashirilganligini aniq bilish ularning asosiy hunaridir. O'g'rilar kisavurlardan ehtiyot bo'ling degan yozuvlar ilingan vokzallar va odam gavjum joylardan o'lja poylashadi. O'tkinchi odamlarning ko'zi bu yozuvga tushishi bilanoq darrov hamyonlari berkitilgan cho'ntaklarni paypaslab ko'rishadi. Joydamikin deb. Buni kuzatib turgan o'g'ri uchun qolgan ish xuddi chelakdan baliq tutgandek oson kechadi. Ba'zan o'g'rilar o'z ishlarini osonlashtirish uchun kissavurlardan ehtiyot bo'ling degan yozuvni ilib qo'yishadi. Vaj bahona bilan emas, amaliy harakat bilan g'alabaga erish. Qonunning ta'rifi. Bahsda siz erishdim deb o'ylagan bir daqiqalik muvaffaqiyat pircha g'alabaga aylanishi mumkin. Yo'qotishlar va boy berilgan imkoniyatlarga arzimaydigan va ertaga ko'p kulfatlar keltiradigan g'alaba pircha g'alaba deyiladi. Bir og'iz ham so'z aytmay boshqalarni o'zingizga maslakdosh qilish va o'z izmi ixtiyoringizga bo'ysundirish anchayin samaralidir. Tushuntirib o'tirmang. Ko'rsating. Namoyish qiling. Qonunning buzilishi. Eramizga qadar 131 yil Rim konsuli Publiy Krasmutsian qo'shinlari bilan Yunonistonning Pergam shahrini qurshab oladi. Qala devoriga o'xshatib mustahkam qurilgan shahar devorlarini buzish uchun kuchli narsa bilan zarba berish lozim edi. U bir necha kun avval Afina bandargohida qalin va katta kema machtalarni ko'z ostiga olib qo'ygandi. U askarlarga shu machtalardan birini olib kelishni buyuradi. Afinalik muhandis yigitga machta tanlash topshiriladi. U askarlarga devorni buzish uchun bunchalik katta machtaning keragi yo'q. Yaxshisi sal kichikrog'ini olib boraylik deb tushuntira boshlaydi. Askarlar konsul bahslashib o'tiradigan odam emas, uning buyrug'ini so'zsiz bajarish kerak, deyishadi. Muhandis kichik hajmdagi machta devor teshigidan mexanizmga mosligi, tashib borishga qulayligi va nihoyat mutaxassis muhandis sifatida bu narsalarni boshqalarga qaraganda yaxshi bilishini aytadi. Muhandis konsulning buyrug'i tushunmovchilikdan iborat. Agar u kichik machta ko'rsa, o'z xatosini tushunadi va meni mukofotlaydi degan xayolga boradi. Mutsian kichik machtani ko'rib askarlardan tushuntirish talab qiladi. Askarlar muhandis shunday qarorga kelganini aytishadi. Buni eshitib konsul qattiq g'azabga keladi. Jahldan diqqat e'tiborini bir joyga to'play olmay qoladi. Hatto shahar devorini buzishni ham o'ylamay qo'yadi. Uning butun e'tiborini qaysar muhandis yigit band etgandi. Konsul huzurida ham kichik machta afzalliklarini uzoq va ehtiros bilan tushuntirarkan, bunaqa masalalarda albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak qabilida maslahat ham beradi muhandis yigit. Mutsian muhandis yigitning gapini bo'lmay oxirigacha eshitadi va pirovardida uni qatl qilishga buyruq beradi. Konsul bergan buyruqqa binoan muhandisning kiyimlarini yechib ho'l xifchin bilan savalab o'ldirishadi. Qonunga sharh. Nomi tarixiy manbalarda saqlanib qolmagan muhandis yigit machtalar bo'yicha iste'dodli mutaxassis edi. U o'zining haqligini bilardi. Kichik hajmdagi machta katta tezlik bilan kuchli zarba bera olardi. Hajmi katta bo'lish bu yerda hech qanday rol o'ynamasdi. Konsul muhandisning dalillarini tinglab, ichida u haq ekanini tushungandi. Muhandis qisqa so'zlab o'z fikrini nazariy jihatdan asoslab qog'ozga yozib ko'rsatgan. Sxemalar chizib berganda edi. Konsul qaysarlik bilan o'z so'zida turib olmasdi. Muhandis maslahatchiga o'xshab so'zlagan. Hammaga aql o'rgatishga ishtiyoqmand, so'zamol maslahatchilar esa achib bijib yotibdi. Shuni unutmang. O'zingizdan yuqorida turgan odam bilan bahslashish, unga maslahat berish sizdan qudratli bo'lgan kishining aqli va qobiliyatini shubha ostiga olish bilan barobardir.
Afsuski, buni maslahatchi hamisha ham tushunavermaydi. Gap sizdan ustun turgan va qudratli odamlar bilan bahslashmaslikda ham emas. Hamma fojia shundaki, barchamiz o'zimizni fikrlash va g'oyalarimizni asoslashning ustasi deb bilamiz. G'oya va fikrlaringizning to'g'riligini gap bilan emas, amaliy harakat bilan ifodalashni o'rganib, hech qachon hushyorlikni yo'qotmang. Mavzuga oid rivoyat. O'zining adolatparvarligi, haqgo'yligi, sultonga sodiqligi va din-u diyonati bilan hurmat qozongan vazir hukmdorga 30 yil beminnat xizmat qiladi. Vazir halolligi tufayli saroyda ancha-muncha dushman orttirgan edi. Ular vazirni ikkiyuzlamachi va xiyonatkorlikda ayblab, mishmishlar tarqatishadi. Vazirning dushmanlari har kuni sultonning qulog'iga uni yomonlab g'iybat qilishadi. Bu gaplar ta'sirida sultonda ham vazirga nisbatan shubha uyg'onadi va oxir-oqibat uzoq yillar sadoqat bilan xizmat qilgan vazir o'limga mahkum qilinadi. Bu mamlakatda o'limga hukm qilinganlarni oyoq-qo'lini bog'lab sultonning yirtqich ovchi itlari qafasiga tashlash odat bo'lib qolgandi. Itlar mahkumni bir necha soniya ichida tilka pora qilib tashlashardi. Vazirni qafasga tashlashdan avval sulton undan oxirgi tilaging nima deb so'raydi. Qatl marosimini 10 kun orqaga sursangiz, deydi vazir. Qarzlarimni qaytarsam, mendan qarz olganlar bilan hisob-kitob qilsam, molini menga ishonib topshirganlarga molini qaytarib bersam, farzandlarimga merosni taqsimlasam, yagona tilagim shu. Qochib ketmaslik qasami olingach, vazirning iltimosi qondiriladi. U uyiga kelib 100 tilla oladi-da, to'g'ri sultonning itboqari yoniga keladi. Vazir 100 tilloni itboqarga berib, 10 kun itlarga qarab turishimga ijozat ber deydi. Itboqar rozi bo'lgach, 10 kun davomida vazir itlarga o'z qo'li bilan ovqat berar, ularni yuvib tarar, erkalar, qafaslarini tozalab, xullas itlarga mehribonchilik qilardi. Itlar ham vazirga o'rganib qolib, faqat uning qo'lidan ovqat yeydigan bo'lib qolishadi. 11-kuni yana barcha ayblari takrorlanib hukm o'qiladi va vazirning qo'l-oyog'i bog'lanib, itlar qafasiga tashlashadi. Bu marosimni sulton shaxsan kuzatib turardi. Itlar vazirni ko'rishlari bilan dumlarini likillatib, erkalanib chopib kelishadi. Itlar quvonchdan yugurib sakrab vazir bilan o'ynay boshlashadi. Bu manzarani ko'rib turgan sulton va boshqa mulozimlar hayratdan qotib qolishadi. Itlar nega senga rahm shafqat qilishdi deb sulton vazirdan so'raydi. Bu savolga vazir shunday javob beradi. Men 10 kun itlar xizmatida bo'ldim. Natijasini esa o'zingiz ko'rib turibsiz. Davlatpanoh. Men sizga 30 yil sadoqat bilan xizmat qildim. Lekin oqibatda dushmanlarim tuhmati bilan o'limga mahkum qilindim. Sulton uyatdan qizarib ketadi. U vazirni darhol hibsdan ozod qilib, unga boshdan oyoq sarpo yopadi va tuhmatchilarni jazolashni vazir ixtiyoriga topshirishadi. Muruvvatli vazir dushmanlariga ozodlik hadya qiladi va keyinchalik ham yaxshi munosabatda bo'ladi. Nozik nayranglar 8-asr arab donishmandligi va ayyorligi to'plamidan. Qonunga itoat qilish. 1502-yil Santa Maria del Fiore ibodatxonasini ta'mirlash ustaxonasida haykal yasash uchun juda ulkan marmar blok turardi. No'noq bir haykaltarosh haykalning oyoqlari turishi kerak bo'lgan joyini teshib qo'yadi va marmarni yaroqsiz holga keltiradi. Florensiya shahri meri Piero Soderini katta pul evaziga sotib olingan marmardan nima qilib bo'lsa-da foydalanish yo'lini topish maqsadida mashhur Leonardo da Vinchini yollamoqchi bo'ladi. Ammo mutaxassislar bir ovozdan jo'r bo'lib, marmar endi hech narsaga yaramasligini bildirishadi. O'sha paytda Rimda yashayotgan buyuk Mikelanjeloga uning florensiyalik do'stlari maktub yozib voqeani tushuntirishadi.
va marmardan biror narsa chiqarishni faqat siz uddalaysiz deb uni Florensiyaga taklif qilishadi. Yetib kelgan Michelangelo marmarni ko'zdan kechirib, undan haykal yasashga qaror qabul qiladi. Hamda haykalga shunday shakl beradiki, uning buzilgan joylari bilinmay ketadi. Ammo shahar meri haykal bekamu ko'z chiqishiga ishonchsizlik bilan qarardi. Oradan biroz vaqt o'tgach, mer ustaxonaga keladi. Bu paytda Michelangelo ishni yakunlayotgan edi. Mer xuddi bilimdon mutaxassisga o'xshab tayyor haykalni ko'zdan kechiradi. Mer ulkan haykalning shundoq qarshisida turib olgandi. Shu bois u turgan holat haykalni buzib ko'rsatardi. Hammasi joyida, lekin haykalning burni juda katta bo'lib ketibdi, deydi mer. Michelangelo merning e'tiroziga hech narsa demasdan uni narvondan yuqoriga ko'tarilishga taklif qiladi. Mer haykalning burni qarshisigacha ko'tariladi. Michelangelo haykalning burni ustidagi marmar changini qo'lidagi kurakcha bilan ohista urib tushiradi. Haykalning burni changdan tozalangan bo'lsa-da, katta-kichikligi, shakli mutlaqo o'zgarmagandi. Lekin Michelangelo o'zini merning maslahatiga quloq solgan va kamchilikni tuzatish ustida ishlayotgan qilib ko'rsatadi. Michelangelo haykal burnini changdan tozalab bo'lgach, "Endi qarangchi", deydi. Shahar xo'jayini mer, "Mana bu boshqa gap. Siz uni bamisoli tiriltirib yubordingiz. Burun ham yaxshi bo'lib qoldi", deya ishni qabul qilib oladi. Qonunga sharh. Michelangelo shahar merining aytganini qilib, burunni kichraytira boshlaganida edi, go'zal haykalni buzib qo'yardi. Lekin ikkinchi tomondan Soderini shahar meri va haykalning buyurtmachisi hamda o'zining badiiy estetik didi bilan faxrlanadigan odam edi. Bunday kimsaning gapiga bepisand qarash uni haqoratlash bilan teng bo'lgan hamda Michelangeloning bo'lg'usi buyurtmalaridan mahrum qilardi. Buyuk san'atkor juda katta aql sohibi bo'lganligi bois shahar xo'jayini bilan bahslashmaslikka aqli yetardi. U merga siz turgan joy umumiy manzarani buzib ko'rsatadi deb tushuntirib o'tirmasdan narvon orqali yuqoriga ko'tarilishga taklif qiladi xolos. Michelangelo aqlli harakat bilan bir tomondan mukammal yaratilgan san'at asarini asrab qoladi. Ikkinchi tomondan esa merga asarning yaxshi chiqishiga hissa qo'shganiga ishonish imkoniyatini beradi. Bu yerda amaliy harakatning ikki taraflama kuchi yaqqol ko'rinib turibdi. Hech kimdan xafa emas va sizning nuqtai nazaringiz himoya qilingan. Hokimiyat eshigining kaliti. Vaqt o'tishi bilan harakatlaring atrofdagilarga qanday ta'sir ko'rsatishini bilish hokimiyat uchun muhim. O'z pozitsiyangni himoya qilib yoki biror narsani isbotlash uchun bahsga kirisharkansan, ikkinchi tomonga ushbu munozara qanday ta'sir qilayotganini bilolmaysan. U zohiran sening vaj korsonlaringni to'g'ri deb topib, boshini tasdiq ma'nosida qimirlatib turishi, botinan esa sendan jahli chiqib norozi qiyofada o'tirgan bo'lishi mumkin. Har qanday bahsning eng muhim dalili bor yo'g'i so'zdir. So'z esa juda sirpanchiq bo'ladi. Tildan toyib ketish hamisha yomon oqibatlarga olib kelgan. Baltazar Gratsiyan aytganidek, haqiqatni eshitish qiyin, uni faqat ko'rsa bo'ladi. Sir Christopher Wren Angliyaning eng mashhur me'mori edi. Bundan tashqari, u matematika, astronomiya, fizikani ham juda yaxshi bilardi. Buyurtmachilar ko'pincha undan binolar tarxiga bema'ni tuzatishlar kiritishini so'rashardi. U hech qachon hech kim bilan bahslashmasdi. U o'zining haqligini isbotlashning boshqacha yo'lini topgandi. 1688-yil shahar merining qarorgohi qurilishi uchun juda go'zal loyiha yaratadi. Biroq loyiha shahar meriga yoqmaydi. Loyihada binoning birinchi qavatida merning xonasi ko'zda tutilgandi. Mer birinchi va ikkinchi qavatlar o'rtasidagi ustunlar og'irlikni ko'tara olmaydi. Ikkinchi qavat xonamga qulab tushadi deb xavfsiraydi. Shuning uchun g'ishtdan terib yana ikkita ustun barpo qilishni buyuradi.
Ren qo'shimcha ustunlar mutlaqo kerak emasligini va merning xavfsirashi asossizligini yaxshi bilardi. Ammo me'mor mer bilan bahslashib o'tirmaydi hamda uning xohishini bajo keltiradi. Qo'shimcha 2 yangi ustun tiklanadi. Faqat oradan uzoq yillar o'tib, binoni ta'mirlayotgan ustalar qo'shimcha tiklangan 2 ustun shiftga yetmay turganiga ko'zlari tushadi. Bu 2 tayanch ustun shuncha yillardan buyon bekor turgan bo'lib chiqadi. Ha, bu aldov edi. Ammo bu aldovdan 2 kishi nima istagan bo'lsa, shunga erishgandi. Merning 2-qavat boshi uzra qulamasligiga ishonchi baland edi. Ren esa bo'lg'usi avlodlar uning loyihasi bekam ko'st bo'lgani, qo'shimcha ustunlarga zarurat yo'qligini albatta bilishini his etib turgan. Nikita Xrushchev katta bir yig'inda minbardan Stalinni fosh qilib nutq so'zlayotgani mahali "Siz Stalin bilan yonma-yon ishlagansiz. Nimaga bu jinoyatlardan uni to'xtatmagansiz?" deb zaldan kimdir qichqiradi. Xrushchev savol egasini ko'rmay qoladi va "Kim baqirdi?" deb zalga murojaat qiladi. Hech kim joyidan qimir etmaydi. Birov savolni men berdim deb tan ololmaydi. Hamma sukut ichra joyiga mixlangandek qotib qoladi. Bir necha soniya asablar tarang tortilib kutishdan keyin Xrushchev ochiq ko'ngillik bilan tilga kiradi. Nima uchun jim turganligimni endi tushungandirsizlar. Stalin bilan bahslashish, unga ozgina bo'lsa-da qarshi turish o'lim bilan barobar edi, deb tushuntirish o'rniga dohiy bilan muloqot, ya'ni bu o'rinda hukumat boshlig'i sifatida o'zi bilan ochiq bahs qanchalik xavfli ekanini odamlarga ana shu jarayonda ko'rsatadi. Zalda o'tirganlar dohiy oldidagi qo'rquvni o'z tanalarida his qilishgandi. Boshqa hech qanday izohga hojat qolmagandi. Mo'tabar fikr. Bahslarga hech qachon aralashmang. Faqat natijalarni namoyish qiling. Benjamin Disraeli. Qalloblikda tug'ma iste'dod egasi graf Viktor Lyustik mamlakat bo'yicha o'nlab laqma odamlarga puldan nusxa ko'chiradigan apparat deb har xil qutichalarni sotadi. Chuv tushgan odamlar politsiyaga murojaat qilishdan tiyilishadi. Chunki puldan nusxa ko'chirish jinoyat hisoblanib, o'zlari qamoqqa tushib qolishlari mumkin edi. Biroq Oklahoma shtatlik sherif Richards $10,000 kuyib ketadigan odamlar xilidan emasdi. U Lustigning izidan tushib, uni Chikago shahridagi mehmonxonadan topadi. Xona eshigini kimdir taqillatganda Lustig dam olib o'tirgandi. Eshikni ochish bilan peshonasiga to'pponcha tiraladi. Nimadir bo'ldimi deb bamayli xotir so'raydi u. Yaramas deb baqiradi sherif. O'ldiraman ablah. Sen manavi la'nat quticha bilan aldading meni. Lustig go'yo hayron qolgan odamdek, siz apparat ishlamadi demoqchimisiz? Sening o'zing apparatning ishlamasligini yaxshi bilasan, dedi sherif jahl bilan. Bo'lishi mumkin emas, dedi Lustig. U ishlaydi. Siz yo'riqnomaga amal qildingizmi? Men siz aytgan hamma ishni aniq bajardim, deb javob beradi va sizlashga o'tadi sherif. Yo'q, siz nimanidir chalkashtirib yuborgansiz, deb e'tiroz bildiradi Lustig. Ular bahslashib ketadilar va gap orasida sherif to'pponchani cho'ntagiga qanday berkitganini bilmay ham qoladi. Lustig apparatning ishlashini qiyin texnik iboralar bilan tushuntirib, safsata sotadi va sherifning boshini aylantirib tashlaydi. Sherifning dami chiqib shalvirab qoladi. Ishonmasangiz siz bilan Oklahomaga borib, apparatni joyida ishlatib ko'rsataman. Siz hozir o'zingizni bosib oling. Chikagoga kelibsizmi? Bir yayrab dam olib keting, deb uning qo'liga bir pachka $100 pul tutqazadi. Jahldan tushgan va qo'rslik qilgani uchun biroz hijolat tortgan sherif Lustig bergan pulga 2-3 kun mirqib dam olish uchun xonadan chiqadi. Sherif Chikagoning ko'ngilochar joylarida 1-2 kun dam olganidan keyin apparatni joyida ishlatish uchun Lustig bilan Oklahomaga qaytish kerak edi. Oradan bir necha kun o'tib Lustig gazetalarda chop etiladigan jinoyatchilik to'g'risidagi axborotlarni sinchiklab kuzatib boradi va o'ziga kerakli xabarni topadi.
Mehmonxonada Lustigning peshonasiga to'pponcha tiragan sherif Richards qalbaki pul bilan hisob-kitob qilgani uchun qamoqqa olingandi. Sherifning qo'liga tutqazgan pullari qalbaki edi. Lustig sherif bilan bahsda shu tariqa suvdan quruq chiqadi.